bugun go'zal Urganchning ko'rkiga ko'rk qo'shish uchun yana bir go'zal maskan. Ayollar uchun maxsus zargarlik markazini ochilish marosimida sizlarni ko'rib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Bugungi tadbirimizni rasmiy qismini ochish uchun maxsus mehmonlar Urganch shahri hokim o'rinbosari Otamurodov Faxriddin Xo'jamurodovich, Urganch shahri hokim o'rinbosari oila va xotin qizlar bo'yicha bo'lim boshlig'i Davletova Rayhon Maqsudovna hamda O'zbek zargar sanoat uyushmasi raisi Mirahmedov Nodir Turg'unovichlarga so'z navbatini beramiz. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, endilikda maqsad zargarlik chinakam sanoat darajasiga olib chiqish. Bu g'oya mamlakatimizda milliy zargarlik san'atini yangi bosqichga ko'tarish, sohaga innovatsiya va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, mahsulotlar sifatini xalqaro standartlar darajasida yetkazishga xizmat qilmoqda. Bugungi faoliyatini boshlayotgan mazkur zamonaviy zargarlik savdo majmuasi ham ana shu ezgi maqsadlarning amaliy ifodasidir. Eng muhimi, mazkur majmua faoliyat yo'lida natijasida 20 ga nafar yangi fuqaromiz doimiy ish o'rni bilan ta'minlanadi. Tabriklaymiz, hammaga xayrli, barakali bo'lsin. Rahmat. Hammangizga tabriklayman. Salomat Karimboyevna, sizga omad tilayman, baxt tilayman. $50 kupon kimga chiqishidan qat'iy nazar, mana shu yerga kelasizlar zargarlik markaziga nima olishinglardan qat'iy nazar $50 kechiladi sizlardan. Bonusidan boshqa, bonus alohida bo'ladi. Birinchi raqam 82. 82-chi raqam. Qani? Voy, qarang, omadingiz bor ekan. Mana sizga $50lik chegirma 82. Keyingi raqam 112. Keling. Bugun faqat ko'z o'ynaga bolalar yutyapti, qaranglar. Yetadi. Hozir endi shovqin qilmay turamiz o'rtoqlar. Chiroyli bo'lsin tadbirimiz. Demak, $50lik voucherlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi $100lik voucherlarga navbat keldi o'rtoqlar. 2 dona 67. 67 kimda? Qani kelamiz. Voy, ana qarang. Voy, qo'li ko'rinyapti xolos. Voy, joningizdan sizni, voy, rahmat. Mana sizga, mana. Chiqing mayli. Shuncha uzoqdan keldingiz. Oling mana. $100lik voucher kelasiz. Xudo xolasa $100lik sizga chiroyli chegirma bo'ladi. Ikkinchi raqamimiz. Omadli ikkinchi raqamimiz 22. 2 kimda? 22 $100 ha? $100lik voucher 22. Qani 22 o'zim olib ketaman agar yo'q bo'lsa. Nesiga beraman? Yo'q, men o'zimga yetmay qoldi. O'zim olmoqchi edim. 22 bormi? 22. Yo, shoshmanglar. Avval balki ichkaridadir. Chiqsin, ha? Kelib qoladi. Endi qaranglar, buni ushlab turamiz chunki 22-raqam kelishi mumkin. Endi adolatsizlik bo'ladi-da. Endi qaranglar. O'rtoqlar. Bundan buyog'i o'yin yana ham jiddiylashyapti. 7 dona kumush zargarlik buyumi. 7 dona raqam tanlab berasiz. Voydon, qariydi menga ham shunaqa beradigan bo'lsa. Kumushlarimiz tayyor. Shoshmanglar o'rtoqlar, shovqin qilmaymiz. Tayyormi 7 raqamimiz? Bitta e'lon qilamiz. Birinchisini o'zi Salomat aka e'lon qilar ekan. 41.
Ey, kumush tutdi sizga qirqlar. Qani siz? Qani? Voy opajonim, qarang, omadingiz bor ekan. Mana bu kumush sizga bitta qo'llab-quvvatlaylik qasanglar bilan opa. Omadingiz bor ekan. Sog' bo'ling. Ikkinchi raqamimiz. İkinci rakamımız 43. Ya, oy, tayyor ekan-ku bu qiz. Keling, ikkinchisini. Ana, oy. Üçüncü rakamımız 30. 30 var mı 30? Ana, keling opajonim, keling. Bugün umid bilan kelgan ekansiz, kumush bilan ketyapsiz. Qarang. Rahmat. Ana, oling. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi raqamimiz 16. 16 bormi? Voy, keling. Keling. Ana, sağ bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Keyingi raqamimiz 88. ikkita 8, 88. 38 emasmi? 88. Ne yutib qo'ydingiz buni? Voy, chiqmaganiga jahli chiqib yubordingiz. Keyingisi 79. 79 bormi? Ya, voy joningiz sog' bo'lsin. Bering. Mana 79 mana. Ajoyib, ko'z tegmasin qizingizga, katta qiz bo'lsin iloyim. Kelasi raqamimiz 86. 86. Bormi 86? Qaranglar, lekin kumushdan qolyapsizlar quruq. 86. Qani 86. 86. Buni ham ushab turamiz pakam. Ushab turamiz. Boyaga 22 bilan birga kelib qolsin. Beramiz sizga. Voy, sizga kattasini beramiz. Kelasi raqam olmadimi? Demak, endi o'rtoqlar, kumush o'z nihoyasiga yetdi. 86-raqamga aytasizlar, keladi kumushni olib ketadi. Endi o'rtoqlar, yana ham hayajonli daqiqalar solgan muzikani ozgina ovozla. Endi tilla. Tilla desa o'zinglar osmonni tashlaysizlar, ayollar, sizlar chatasizlar. Boshlaymiz. 3 dona tilla. Qaranglar, 122 ta raqamdan 3 dona tilla kimga tushar ekan? Hayajonli daqiqalar, xalal bermaymiz o'rtoqlar. Birinchi raqam. Yo. 115. O'zi tillash ko'piga yana tilla olib ketyapsiz bugun. Hazillashyapman, ko'p bo'lsin. Ana. Bitta qo'llab-quvvatlaymiz qarsanglar. Rahmat. Keyingi raqam. Ikkinchi raqam o'rtoqlar, ikkinchi raqam. İkinci raqamimiz 23. 23 kimda? Qaranglar, lekin tillardan quruq qolyapsizlar o'rtoqlar. Men o'zimni olib ketaman agar sizlarda yo'q bo'lsa. Yo'q, qaranglar, faqat ayollar emas, erkaklarga ham tushar ekan. Voy, qoyil. Kengayiga olib borasiz endi yoki onajonimizgami? Baribir ayollarga ketadi, to'g'rimi? Raqam erkaklik. Endi o'rtoqlar, ozgina shovqin qilmay turamiz. Yana bitta tilla. Kimga nasib qilar ekan? Kırıktır. Yes dedi kimdir orta. Boya so'ramatdi. Kelmasangiz olib ketib qolamiz hozir. Yo'q, tushunmas, tutdi. Bu keyingi raqamlarda olib qo'yamiz, chunki egasi balki chiqishi mumkin. Ichkarida bo'lishi mumkin, boshqa bo'layotgan bo'lishi. Yana bitta kumush. Qaranglar, mahkamat bo'laylik. Voy, ko'prikdan sovg'alar lekin qo'llab-quvvatlab turaylik qarsanglar bilan. Bitta, oy. Bitta, o'ziga ham 61. Oy, bitta. 61 kimda? Voy, keling. Voh, opajonim. Hamma shu yerda. 61 ana kumush. Kumushdan boray bo'lsa oling. Tillash ko'p ekan, kumush ham oling dedi. Bitta. Voy, hamma tillaygan-ku. Endi o'rtoqlar, menga yetmay qoldi, menga bo'lmay qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deganlarga eshtinglar.
kelasizlar mana shu zargarlik markaziga, xudo xolasa bugunmi, ertami, kelasi oymi farqi yo'q. Mana shu tadbirda qatnashgandik. Mana videosi, mana fotosi deb Instagramlarga joylab mana shu yerda Eden Gold profilini o'zingizlarning storylarga boshligami qo'yib isbotlab kelganinglar uchun albatta chiroyli chegirmalar bo'ladi. Va'da beradi Salomat opa. Endi o'rtoqlar, faqat gaplashib o'tiravermaylik-da, bir raqsga ham tushaylik. Xorazmcha raqslar, xorazmcha kuy qo'shiqlarga yetadigani yo'q. Shovuz xonanda Bekzod Hakimov sizlar uchun xizmat qiladi.